Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. İskenderiyadagi Amerika konsulxonasi oldida harbiy inqilobga qarshi namoyish bo'ldi. Misr İskenderiyadagi yoshlar harakati birlashmasi 19 dekabr juma kuni atigan Amerikaning Misr harbiy inqilobini qo'llab yordam qilganlikka qarshi Fuat ko'chasidagi Amerika konsulxonasi oldida namoyish o'rlashtirdi. Fransiya Malidagi musulmonlarni bostirish uchun uçquchisiz aeroplan ishlatmoqchi. Fransiya Mudofaa ministri Jean-Yves Le Drian 19 dekabr payshanba kuni Fransiya Amerikada yasalgan uçquchisiz aeroplanni tunji qatim Malida ishga soldi dedi. Asad rejimi milliy tarixchilarga tashlagan o'q dorini Islom fronti g'animat oldi. Suriya qo'zg'olonchilari 19 dekabr payshanba kuni kech Asad rejimiga oid tik ucharning o'zining Halabdagi kendi dorixonasida muhosirada qolgan milliy tarixchilarga tashlagan 6 sanduq o'q dorini qo'lga tushirdi. Asad milliy tarixchilari qechishdan ilgari Bahoriyadagi 1500 uyni portlatib etdi. Damashq yezlaridagi Sharqiy G'otaning Marja rayoniga qarashliq Bahariya kentidagi 1500 uy Suriya qo'zg'olonchilarining kontrolligiga o'tishdan ilgari Asad milliy tarixchilar tomonidan portlatib vayron qilib o'tildi. Qonunsiz tutib turilayotgan Abduveli Ayubning oxirgi ahvoli. Ona til ma'arifining aktiv tashabbuschilaridan bo'lgan Abduveli Ayub qonunsiz qo'lga ilinganiga 4 oy bo'lgan bo'lsa-mu qo'yib berilmadi va yoki jinoyati oshkora e'lon qilinmadi. Ona til ma'arifining aktiv tashabbuschilaridan bo'lgan Abduvali Ayub qonunsiz mablag' to'plagan degan bahona bilan 20 avgust kunidan e'tiboran Xitoy doiralari soqchilar tomonidan qo'lga ilingan va qo'lga ilinganiga 4 oy bo'lgan bo'lsa-mu qo'yib berilmagan va yoki jinoyati oshkora e'lon qilinmagan. Uyg'ur tor yozuvchisi Abduvali Ayub qo'lga ilingan 20 avgust kuni Abduvali Ayub va u birlikda qurgan Ona til xalqaro savdo cheklik shirkatining bosh direktori Muhammad Siddiq va Dilyor Ubul qatorliq kishilarmo qonunsiz mablag' to'plash jinoyati o'tkazgan degan tuhmat bilan soqchilar tomonidan qo'lga ilingan edi. Uyg'ur biz to'rining ularning ishidan biraylarning oilasidagilarning so'zini naql qilishicha, bu uchaylarning dilosi allaqachon taftish mahkamasida ayblash bosqichiga qadam qo'ygan. Uchaylan atalmış saxta mablag' chiqarg'izish va qonunsiz mablag' to'plash jinoyati bilan ayblangan bo'lib, kelar yili 1-oyda sud orqali qarab chiqib bir taraf qilinishi mumkin ekan. Bularning qo'lga ilinishi to'g'risida to'xtalgan tahlilchilar Xitoy doiralari qonunsiz mablag' to'plagan deganni bahona qilib, Abduvali Ayub qatorliq kishilarni to'xtatib qo'ydi. Bu amaliyotda uning ona til yastisi qurishga kuch chiqarganligiga qarshi jazolash usulidir deyishmoqda. Abduvali Ayub Gülen taxallusi bilan to'nilgan danglik Uyg'ur tor yozuvchisi. Shundaqla Uyg'ur ona tilining aktiv tashabbuschilaridan biri. U ilgari Turkiya va Amerikada o'qigan. Uning ona til tashabbusi Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'lgan Xitoy tajovuzchilarining siyosiga zid bo'lganligi uchun uning faoliyatlariga chidab tura olmagan Xitoy doiralari o'zining ko'na odati bo'yicha uni va uning sabdoshlarini to'kmat bilan yo'qotmoqchi bo'lishdi va bu orqali uning harakatlarini to'sib qola oldi. Bengalda qonunsiz tijorat qilgan Xitoylar tutildi. 22 dekabr kuni kech Bengal soqchi qismi qonunsiz tor tijorat bilan shug'ullangan 37 nafar Xitoy fuqarosini qo'lga oldi. Bengal jiddiy harakat batalyoni bayonotchisining Xitoy Xinhua agentligi muxbiriga aytishicha, Bengal jiddiy harakat batalyoni egallangan ma'lumotga asosan Dakka markazidagi 6 qavatlik bir binoga tuyuqsiz besib kirib, 2 nafari Bengal, 5 nafari Xitoy va Tayvan pasporti bilan Bengalga kirgan 32 nafar Xitoyni 10 million taka qimmatidagi tor telefoni uskunalari bilan qo'lga tushirgan. Eginlicha qo'lga ilingan bu kishilarning
Dakkada qanunsuz tor telefoni ticareti bilan shug'ullanayotganiga 1,5 yildan oshgan. Ular navbatda saqchi idorasiga topshirilib berilgandan keyin sud mahkamasiga shikoyat qilindi ekan. Iroqdagi arqama-arqa portlashda 36 kishi hayotidan ayrildi. Iroq saqchixonasining zikr qilishicha 19 dekabr payshanba kuni Iroqda yuz bergan arqama-arqa portlashda eng az 36 kishi hayotidan ayrilgan. Rossiya BDT bexatarlik qurultayining Asad qirg'inchiligini jazolashga munosabatlik bayonot chiqarishiga to'sqinlik qilmoqda. BDT'dagi diplomatchilarning deyishicha, Rossiya 19 dekabr payshanba kuni Birlashgan Davlatlar bexatarlik qurultayining Bashar Asad hokimiyatining oxirgi vaqtlarda kichik bolalarni o'z ichiga olgan fuqarolarga raketa va zaharlik gaz to'nglarini ishlatgan hujumlarini jazolashga aloqador bayonot sodir qilishiga to'sqinlik qilgan. Germaniya xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston qirg'inchiligini tekshirishga da'vat qildi. Germaniya inson haqlari tashkiloti o'tgan yakshanba kuni Sharq Turkistonning Qashqar Saybog' yezisida yuz bergan qirg'inchilik haqida xalqaro tekshirish olib berishga chaqiriq qildi. Turkistonning Qashqar Saybog' yezisida yuz bergan qirg'inchilik haqida xalqaro tekshirish olib berishga chaqirdi. Tashkilot Xitoy kommunist doiralarining Uyg'urlarning kishilik huquqi va diniy erkinligini dafsanda qilganligiga aloqador o'zining nurg'un guvohi va dalil isbotlarga ega ekanligini zikr qildi. Mazkur tashkilot Xitoy kommunist doiralarining uzundan buyon ayollarning hijoblanishini, erlarning soqol qo'yishini to'sish uchun hijoblangan ayollar va soqol qo'ygan erlarning Sharq Turkistondagi ommaviy sorun va organlarga kirishini cheklashga qattiq kuchayotganligini biladiganligini ilgari surdi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda o'tgan may oyidan boshlab hozirgacha qo'lga olgan Uyg'urlar sonining 1000 dan oshib ketganligini uqtirgan Germaniya kishilik huquq tashkiloti bu qo'lga elish ishlarining ko'pinchisining hech qanday dalil isbotsiz va qonunsiz qo'lga elish ekanligiga diqqat tortdi va qo'lga elinganlardan sudga tortilganlarning ko'pinchisi davlat bexatarligiga buzg'unchilik qilgan degan quruq tuhmat bilan uzun yillik qamoqqa hukm qilinganligini bildirdi. Asad militaristleri Suriya xalqini varil bombasi bilan qatl qilmoqda. Asad militaristlarning sentabr oyidan boshlab hozirgacha 1000 ga yaqin varil bombasi ishlatganligi bu hujumlarda 1200 odamning hayotidan ayrilganligi e'lon qilindi. Xalq qotili Bashar Asad varil bombalari orqali Suriya xalqini qatl qilishni davomlashtirmoqda. Asad militaristlarning Suriya Halab shahrida 5 kundan beri uzluksiz davomlashtirgan varil bombalari hujumida ayollar va kichik bolalarni o'z ichiga olgan 200 nafar Suriya xalqi hayotidan ayrildi. 900 dan ortiq odam yaralandi. Suriya kishilik huquq tashkiloti Asad militaristlarning sentabr oyidan boshlab hozirgacha 1000 ga yaqin varil bombasi ishlatganligini, bu hujumlarda 1200 odamning hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Halabda yuz bergan bu vahshiy qirg'inchilik sababli xalqarada yana noroziliklar kuchaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mazkur qatliamni insoniyatga qarshi jinoyat deb sifatlagan bo'lsa-mu, bu vaqtdagi xavfsizlik kengashiga sunilgan Asad hukumatini ayblash dokumenti Rossiyaning rad qilishiga uchradi. Amerika Oqsaroy bayonotchisi Jay Carney Asadning begunoh xalqqa varil bombasi atganligini ayblab, Suriyaning kelgusida Asadga o'rin yo'q dedi. Erdoğan Amerika baş elchisiga "Seni davlatimizda turg'izish majburiyatimiz yo'q" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan Amerika'nın Ankara'da turuşluq baş elchisi Francis Richardson'u agahlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan 17 dekabr Türkiye'de başlanğan hökumetni ag'dirish, hökumetga qari chaplash qatorliq bir qism qonunsiz hareketlerge aralashishga urinayotgan Amerika'nın Ankara'da turuşluq baş elchisi Francis Richardson'a qattiq so'z qildi. Baş Minister Erdoğan Amerika baş elchisinin ismini tilga almasdan raddiya berdi. Erdoğan mundaq dedi: "Oxirgi kunlarda qaraydigan bo'lsak, nurg'un qiziqarli ishlar yuz beryapti. Baş elchilar ba'zi qudratqulluq va ig'vogarchilik harakatlarida rol olyapti. Men ularga Samsungda turib shundaq deymanki, sizlar o'zingizlarning ishinglarni qilinglar.
Agar xizmat doiranglarning sirtiga chiqib ish qilishga urinsanglar, hukumatlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir yetkazadi. Biz sizlarni davlatimizda turg'izib qilishga majbur emas. Agar sizlarning davlatinglarda bizning bosh elchilarimiz bu turdagi o'yinlarning ichida rol olgan bo'lsa, bizga xabar qilinglar. Sizlarning ularni qo'g'ilishinglarga kerak yo'q. Biz o'zimiz qaytarib kelamiz. Erdo'g'anning so'zidan keyin 21 dekabr shanba kuni Amerikaning Anqarada turishi bosh elchisidan masalaga aloqador yozma bayonot keldi. Bosh elchi bayonotida xabarlarda o'ttirg'i qo'yilgan da'volarning hammasining butunlay yolg'on va to'kmat ekanligini bildirdi va Amerika Turkiya do'stligining intayin muhimligini tilga oldi. Misr armiyasi Mursi qo'llovchilarining namoyishga yig'ilishining oldini olish uchun An-Nahza maydonini qamal qildi. 20 dekabr juma kuni atigan Mursi qo'llovchilari namoyish qilishga chaqiriq qilib, bir qancha soatdan keyin Misr armiyasi Jeyzidagi An-Nahza maydonining Qohira universitetiga elib boradigan barliq yo'llarini qamal qildi. Sheyx Muhammad Abdul Maqsud dasturga ovoz berishni boyqut qilishga chaqirdi. Qohiradagi Salafi da'vatining qo'rg'uvchisi va islohot va shar'iy huquq hay'atining a'zosi Sheyx Muhammad Abdul Maqsud mundaq dedi. Hozir qilishga tegishli bo'lgan vojib ish shuki, dasturga ovoz berishni boyqut qilish va rad qilish orqali bo'lsa-mu, dasturga ovoz berishga qo'shilmaslik. Abdul Maqsud o'zining Facebook sahifasidagi bayonotida barliq islomiy kuchlarning saylan bilan huquqqa kelgan qonunliq rais Muhammad Mursini qo'llash birligiga qo'shilishining intayin zarur ekanligini qattiq ta'kidladi. Suriyadan Livan tuprog'iga 9 dona raketa etildi. 19 dekabr payshanba kuni Suriyadan etilgan 9 dona raketa Livanning sharqiy rayonlariga tushdi, lekin o'lish yaralanish bo'lmadi. Sisi bilan Hagel telefonda ko'rishdi. Amerika mudofaa ministri Chuck Hagel Misrning qonunsiz mudofaa ministri Abdul Fattah Sisiga Amerika Qo'shma Shtatining Misr rejimiga aloqador mudofaa munosabatlarini saqlab qolganligini va Sisi bilan bo'lgan munosabatining davomlashishini xohlaydiganligini uqtirdi. Qarzavi Sisi tugashdi, hargizmi hokim bo'la olmaydi. Qarindoshlar texmo kuchlik holda hokimiyatni qo'lga oladi dedi. Dunyo musulmon ulamolar birligining raisi doktor Yusuful Qaradavi Misr mudofaa ministri Abdul Fattah as-Sisining Misrga hargizmi rais bo'la olmaydiganligini ilgari surdi. Dunyo musulmon ulamolar birligining raisi doktor Yusuful Qaradavi Misr mudofaa ministri Abdul Fattah as-Sisining Misrga hargizmi rais bo'la olmaydiganligini ilgari surdi. Sisini kuyib ketgan bir qog'oz degan doktor Qardavi musulmon qarindoshlar jamoatining ilgirki ikki rais Jamal Abdul Nasir va Husni Muborakni palaj qilganligidan keyingi krizisdan texmo kuchlik bo'ladiganligini ta'kidladi va navbatdagi dasturga ovoz tashlash siyosatini unumi yo'q quruq ish deb sifatladi. Azharning siyosiy yuzilnish va yuzlantirish qalqiniga aylanib qolganligini ilgari surgan Qardavi, Azhar cho'ng ulamolar hay'atining diktatorlar xohlagan kuchni qo'llaydigan qo'rchoq organga aylanib qolganligini his qilgandan keyin o'zining bu hay'atdan iste'fo berganligini uqtirdi. Doktor Yusuf al-Qaradavi Azhar shayxi Ahmad Tayyib va sobiq Misr muftisi Ali Juma bilan bo'lgan ixtilofining sababining u ikkisining harbiy inqilobni qo'llaganligi, harbiy inqilobga sukut qilganligi va balki qonunliq raisning og'dirilishiga qarshi ko'chalardagi namoyishi xalqning o'ldirilishiga ishtirok qilganligi ekanligini ilgari surdi. Qatar Vatan gazeti muxbiri bilan suhbat o'tkazgan Qardavi Muhammad Mursining og'dirilishiga ilib borgan Mursiga qarshi iyun namoyishchilari sonining 30 million kishi deb taxmin qilinganligini masxara qilib, Mursiga qarshi 30 million kishi namoyish qildi degan kishi kazzobdir. 30 million degan son Mursiga qarshi kichik bolalar va yashanganlardan sirt butun Misrlik shu kuni ko'chaga chiqdi deganni uqtirdi dedi. Navbatdagi Misr dasturiga ovoz tashlash haqida to'xtalgan Qarzavi mundaq dedi. Yangi dastur va yangi dasturga ovoz tashlash siyosati Misrliklarning orqasidan elib berilgan unumi yo'q quruq o'yindir. Abdul Fattah Sisining Misr raislik saylamiga qatnashish masalasida ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ygan Qarzavi, Sisi kuyib ketgan bir varaq qog'ozga aylanib qoldi.
u hech nimaga yaramaydi. Misr raisi yoki Misr mudofaa ministri bo'lishga hargizmi loyiq emas. Uningga nisbat berilgan maxfiy axborotga qarab beqinglar. U shu holi bilan Misrga rais bo'lish u yoqda tursin, Misr mudofaa ministri bo'lishga loyiqmi? Sisi hargizmi Misrga rais bo'la olmaydi. Hatto u Misrga rais bo'lishni xohlagan taqdirdami, uning kelgusi Jamal Abdunasir va Husni Muborakka o'xshash bo'ldi dedi. Suhbatda Musulmon qarindoshlar tashkilotining kelgusi haqida to'xtalgan doktor Yusuf al-Qaradavi umumiy xalq rayiga murojaat qilib beqing va Abdunasir Husni Muborakni palach holiga keltirib qo'ygan Musulmon qarindoshlar tashkilotining kelajagiga qarab beqing. Shu vaqtda Musulmon qarindoshlar jamoatining kelgusini tasavvur qila olasiz. Hozir Musulmon qarindoshlar jamoatining butun dunyo miqyosida 70 dan ortiq davlatda nufuzi bor dedi. Angliya Suriyada jihad qilayotgan fuqarolarini nupusdan chiqaribdi. Angliya mushu 1 yil mobaynida Angliya nupusluq Suriyada Asadga qarshi jihad qilayotgan fuqarolardan 20 nafarini Angliya garajdonligidan chiqaribdi. Angliya mushu 1 yil mobaynida Angliya nupusluq Suriyada Asadga qarshi jihad qilayotgan fuqarolardan 20 nafarini Angliya garajdonligidan chiqaribdi. 2010-yildan e'tiboran hozirgacha Angliya Ichki ishlar ministrligi qarori bilan Angliya nupusidan chiqarib etilganlarning soni 37 kishiga yetgan bo'lib, Angliya Independent gazetining ilgari surishicha qolganlarning kimligini tartib olish masalasida qonuniy ijroat olib berilayotgan bo'lib, elingan ijroiy qonun orqali ularning Angliyaga kelishi va qayta sud etishni cheklaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, kimlikni tartib olish qarori maxsus Suriyada jihad qilayotganlarga qartilgan bo'lib, Suriyaga kelib jihad qatnashgan Angliya garajdonligidagi musulmonlar ikkinchi qatim Angliyaga qaytib bora olmaydi ekan. سيدنا محمد قائدنا للأبد سيدنا محمد قائدنا للأبد سيدنا محمد Tor televizorimiz Sun'iy hamro orqali sinoq tarqatishini rasmiy boshladi. Xalqimizga jiddiy ehtiyojli bo'lgan rasmiy televiziya kanali qurishga yana bir qadam yaqinlashgan Istiqlol Tor televizorimiz Sun'iy hamro orqali sinoq tarqatishini boshladi. Xalqimizga eng yaxshi shaklda xizmat qilish uchun tirishib kelayotgan Istiqlol televiziya markazimiz uzundan buyon sun'iy hamro orqali tarqatiladigan rasmiy televizor bo'lish qadamini izchil va puxta besib kelmoqda va buningga kerakli texnika, odam kuchi qatorliqlarni to'liqlab rasmiy televiziya kanaliga konseri yaqinlashmoqda. Tayyorlik bosqichlarining texnik puxta elib berilishi uchun navbatda televizorimiz Turkiyadagi Qudus televiziyasi bilan shu kanalning o'zida sinoq tarqatishni boshlash uchun hamkorlik o'rnatdi. Bu hamkorlik bilan Istiqlol markazimiz Qudus televiziyasida har haftaning chorshanba kuni eng oz 2 soat naq maydon programmasi va hafta ichida shu kuni elib berilgan programmaning takrori. Shundaqla haftalik Istiqlol xabarlari, uningdan boshqa yillardan beri eng qattiq izlashga duchor bo'lgan kishilik huquqi eng og'ir darajada dafsanda qilingan, lekin bu zulm, iskanja va og'ir haqoratlarni xalqaraga anglatilmay kelgan Uyg'urlarning Sharq Turkiston masalasini, shundaqla har xil diniy suhbatlarni eng to'g'ri, tarafsiz shaklda har haftada 5 soatdan 6 soatgacha bo'lgan araliqda tarqatadi. Birinchi qatimliq tarqatishimiz 25 dekabr chorshanba kuni Turkiya vaqti kech soat 8 dan 10 gacha naq maydon programmasida elib berildi. Bo'lgan 2 soatlik maxsus Sharq Turkiston masalasini anglatish programmasiga Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon taklif qilindi. Tunji programma riyosatchiligiga Turkiya Milliy gazeti yozuvchisi Mustafa Uzunni taklif qildik. Alloh xolasa har haftaning chorshanba kuni kech soat 8 dan 10 gacha Sharq Turkiston masalasini Uyg'ur va turk mutaxassislarini taklif qilish orqali kun tartibga elib kelamiz. Bu 2 soatlik programmaning tili turkcha bo'ladi. Va yana shu kuni kech soat 12 dan 2 gacha bo'lgan araliqda Uyg'urcha programmalar tarqatildi. Bu programmalar Istiqlol televiziyamizda ishlangan har xil mazmundagi diniy suhbat va siyosiy programmalarni o'z ichiga oladi. Shundaqla har haftada diqqatingizda bo'layotgan Istiqlol haftalik televizor xabarlarimizmi Qudus televiziyasi ekranida sizlar bilan yuz ko'rishadi. Yaqinda programmalarning tafsiloti va vaqti haqidagi tafsiliy ma'lumotni Istiqlol to'rimizda diqqatingizga sunamiz. Xalqimizning har jihatdan qo'llab-quvvatlashi va xolisona duo qilishlari bilan
Allah xalasa pat arada tajovuzga uchirgan Uyg'ur xalqining davosini qiladigan, sap dinini o'g'itadigan maxsus televiziya kanali xizmatga tushkusidir. Soydaş Türkiye Cumhuriyetleri kastediyoruz. Onun içinde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, buralar Batı Türkistan denir. Türkistan'ın doğusunda bizim Doğu Türkistan olarak Hürmetli televizyon görgüçler, şuna qilib bu qitimli haftalik istiqlal xabarlar programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qitimli programımızda görüşüşə sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.